Rostakazim srochniy sotiladigan joyiga kelib qolganman. Metroga yaqin joydan 25 mingdan sotib yuryaptilar. Bu yoqda Molodasal Xo'jayevaga qo'shni bo'lasizlar. 100 metr yursangiz metroga chiqasiz. Bu yoqda Do'stlik parki, bu yoqqa qarab sanatoriya va poliklinika, bog'cha, maktab hammasi shunday uyingiz oldida bo'ladi. Bunaqa variantni siz hali yaqin orada ko'rmagansiz, men ham ko'rmaganman. Ko'rib turganlaringdek 3 sotuv joyimiz, uy joylari bilan 25 ming hisoblanyapti, 75 ming deyilyapti, yana kelishtirib beriladi. Sizlarga joyini ko'rsatamiz. Hovliga kirishingiz bilan mana bunaqa keng darvozaxona kutib oladi. Bu yoqda yashash uchun xonalari bor, tayyor. Xohlasangiz bizdashingiz, xohlasangiz qurishingiz mumkin. Bu yoqda o'sha hammom, tualet va shunga o'xshagan narsalarni qilib qo'yilgan. Ko'rib turganlaringdek, sal kichkinaroq, agar olib yashashingiz uchun juda zo'r variant. Bu yoqda ham yana xonalari bor. Ko'rib turganlaringdek, bu joyimiz 3 sotuv 4 ta xona bo'ladi. Do'stlik metro, oldingi Chikalov metrosini bilardinglar, xuddi o'sha joyda. Egasini nomeri bilan qo'yib yuboraman. Bemalol telefon qilib, savdalashib, gaplashib olaverasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.